Assalomu alaykum hammaga. Xorazm ahli. Qo'qonlik programmamiz jamoasi o'zini 3-filialini Bog'ot sentrdan ochdi. Akalar, xudo xolasa sizlar uchun chegirmani zo'rlardan qilib beramiz. Chegirmaga nimalar kiradi aytib o'taman. Injektor va zasonkani yuvib berish xizmati, diagnostikasi qo'shilgan holatda atigi 100 ming so'm bo'ladi. Undan tashqari Red Bull EcoSport Stage 2 любой programmani ukalarim bor yo'g'i 150 ming so'mdan yozib berishadi. Garantiyasi 1 yil bo'ladi. Motor plus korobkasiga yozib beradi. Akalar, chegirmamiz qancha vaqt davom etadi sizlarga aytib o'taman. 19-dekabrdan 29-dekabrgacha bo'lib o'tadi. Bemalol kelib foydalanib qolinglar. Sharti nimadan iborat? Qo'qonlik programmamiz jamoasiga podpiska bo'lishlaring shart va bu videoni tagiga 5 ta do'stlaring belgilashlaring kerak bo'ladi. Yana 2 ta profilimiz bor akalar, ularga ham podpiska bosishni unutmanglar. Biz albatta tekshirib ko'rib olamiz. Xizmatlarimizdan unumli foydalanib qolinglar. Bemalol kelaverasizlar. Hozir sizlarga lokatsiyani tushuntirib o'taman. Lokatsiyasi zo'r joyda, Bog'ot sentrdan Hazarasga qarab ketishda chap qo'lda Xanqalilarning avtoservisida razval balansirovka hamma xizmatlar bor. Akalar, Hazarasdan keluvchilar bo'lsa, Bog'ot bozoriga kirib ketishdagi svetofor bor. Svetofordan ozgina o'tganlaringda o'ng tarafda Bog'ot sentrda eng zo'r kafelardan biri bo'lgan Diamond kafening yonida bemalol kelaverasizlar akalar. Bu videoni Xorazmdagi aka-ukalarga tezda yuborib qo'yamiz.